Mana bunaqa nasoslarni sezonda 24 talar, bir kunda 40 tagacha sotdik. Mana bunday qiyin nasoslarimizdan ham ancha-muncha sotib qo'ydik. Bu nasoslarda faqat sotilgan videolarni ko'rdinglar. Endilikda klientlarimizdan kelib tushgan minnatdorchilik videolarini ham birma-bir ko'rib chiqinglar. Mana qo'shtiq toza nasosdan xudo qiladi. Ana shu toza. O bu dahshat chiqadi bu voy. Orqadan kuchli bu. Voy. Nagini qo'shin qani? Vaqtsiz zo'r chiqadi bu polvon. Mana aka nasos tik holatda turibdi. Uning chapi yo'q, oldida zashtasi bor. O'tga ko'z tegmasin, xudoga shukr, yomon emas. Zo'r. Nasoslarimiz suv chiqarishda uncha-muncha birinchi suv nasoslarini choyini ichirib yoradi. O'zingizlar videoda ko'rdinglar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol polvon uzubiga murojaat qilishingiz mumkin.